Endi sizni tortingiz ham shunaqa tekis chiqadi. Siz bilan shanti pokritiyani o'rganamiz. Morozilkada kamida 6 soat turgan zagotovka olamiz. Men pokritiya uchun lamus shanti ishlataman. Qanaqa ko'pirtirganimni opisiyaniyada yozaman. Zagotovkaga pokritiyani akkuratni suramiz. Ahamiyat bering, shpatilingiz zagotovkaga tegib ketmasin. Bo'lmasa biskvit kroshkasi o'ynab ketadi. Orada shantiga ishlov berib turish kerak. Bo'lmasa puzirka bo'lib qoladi. Bo'ldi, polni qoplab oldik. 4 dan balandroq shpatil bilan endi tekislab olamiz. Mana yonlari tekis chiqdi. Endi tepasidagi bortigini akkuratni bitta olib, bitta tozalaymiz shpatili. Bitta olib, bitta tozalaymiz. Tekis pokritiya uchun albatta krutilka kerak bizga. Bo'ldi, pokritiyamizni qilib oldik. Tekis pokritiya tayyor. Endi uy sharoitida siz ham qila olasiz buni. Podloshkalarimizni tozalaymiz-da kremlida. Ustiga o'zingiz xohlagandaka yoki zakazingiz qanaqa bo'lsa, shunaqa dekor qo'yib, chiroyli qilib rasmga olib, klientga berib yuboramiz. Bizga podpisatsiya bo'lishni unutmang, chunki zakazga qilinadigan retseptlar va juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni profilimizdan topasiz. Tortimiz tayyor. Endi chiroyli qilib rasmga olamiz-da, klientimizga berib yuboramiz.